erta tongda oilasi bilan Samarqandga yo'l olgan 38 yoshli haydovchi boshqa bir haydovchining xatosi sabab mudhish avtohalokatga uchradi. Ming afsuski, 38 yoshli haydovchi bugun oramizda yo'q. Sud hujjatlariga ko'ra 1990-yilda tug'ilgan Cobalt haydovchisi yuqori tezlikda harakatlanib, qo'pol qoidabuzarlik sodir etib, Gentra mashinasiga urilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etadi. Eshiklar ichkarida ekan, bular bolalar yordam berib, lomnada chiqarishdi-da. Ichkariga ezilib qolgan. Ayanchli avtohalokatda oila boshi bo'lgan erkak vafot etdi. Lekin bu ham yetmaganidek, mashinada bo'lgan haydovchining turmush o'rtog'i hamda farzandi jiddiy jarohat olgani aytildi. Xo'sh, sud tomonidan qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan Cobalt haydovchisiga nisbatan qanday jazo tayinlandi? Jinoyat ishlari bo'yicha Chinoz tuman sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jazoni manzil koloniyalarida o'tashi belgilandi. Biz nima uchun bugun sizlarga ushbu avtohalokatni namoyish etdik? Hurmatli haydovchilar, qayergadir shoshyapsizmi? Bormoqchi bo'lgan manzilingizga biroz ertaroq chiqing. Aks holda yo'l hech bir xatoni kechirmaydi.